735-band. Bo'ldi, men uni bilaman. Siz olib kelib qo'ya olmaysiz. Men hozir pravam bilan pravam uyda. 734-sonli qaror 135-bandiga muvofiq. Olib yurishingiz kerak bo'lgan hujjatlar bormi? Men olib yurish bo'lar ekan, hujjatlar uyda. Nima uchun yoningizga olib yurmayapsiz? Men sizga aytyapman, 734-sonli qarorni 135-bandiga muvofiq o'rtoq komandir. Boshqa bir minutga kelingchi. Aka hujjat uyda ekan, olib yurmasa ham bo'laverar ekan. Sabab 734-sonli qaror. Namangandanmisiz? Namanganlikmisiz yo Anjallikmi? Namangandan. Uzoqda ham tanishsiz ekanda. Qaysi uzoqda ekansiz? Unun. Ketdik Toshkentga. Ular sal uzoqroqdan. Ha, uzoqroqdan. Endi demoqchi bo'lgan, ashina o'rniga bo'lganmisiz degan maqsadda aytdim, xolos. Ular respublikaga yo'q ketgan. Respo yo'q, shuni aytyapman men. Hujjatlar sariq. Hujjatim, komandiri bo'lgan. mana hujjatim uyda. Pasport, qani ID kartangiz bormi? ID kartangiz bormi? 734-sonli qaror, ashuni o'rganingda o'rtoq komandir. Yo, nimasi o'rganay? Nimaga o'rganmaysiz? Hujjatim uyda deyapman, 734-sonli qaror. Ha, yoningizga olib yurish kerak bo'lgan hujjatlar borda. Yonimda olib yuradigan hujjat men bob bilan aytyapman. Aka, mana pasportingizda ID karta bo'lsa, to'xtasangiz bo'ladi. Bu ham bo'ladi. O'rtoq komandir ko'p o'qiganman men. Yo'q, o'qigansiz, qanaqa 734-son. planshetga qanaqa soladi buni? Bu